To'g'ri burchakli uchburchakning katetlari 7 va 24 ga tengligi berilgan. Tomoni uchburchakning eng kichik medianasiga teng bo'lgan kvadrat perimetrini toping demak. Xo'p, demak, eng kichik mediana 90 gradusdan chiqib, gipotenuzani yarmiga teng bo'ladi. Mediana uzunligi ham gipotenuzani yarmiga teng bo'ladi. Bizda katetlar berilgan, gipotenuza uzunligini topsak bo'ladi. 7 ning kvadrati qo'shilgan 24 ning kvadrati teng bo'ladi s ning kvadratiga. Kvadratga oshirsam 49, kvadratga oshirsam 576 bo'ladi. Teng s kvadratga. Ikkitasini qo'shib yuborsam 625 bo'ladi. Teng s kvadratga. Demak, s ni 25 ga tengligi kelib chiqadi. Xo'p, demak, mediananing uzunligi gipotenuzaning yarmiga teng bo'ladi. Demak, ms mediana teng bo'ladi 12,5 ga. Tomoni 12,5 ga teng bo'lgan kvadratning perimetrini toping deb so'ralgan ekan. Demak, kvadratning perimetri 4 ta a formulasi bilan topiladi. 4 ko'paytirilgan 12,5 teng bo'ladi 50 ga.